Xo'p, bu misolni qanday ishlaymiz? ABCda natural sonlarni toping deyilyapti. Demak, bu joyda ABCdga natural sonlar sifatida qarashligimiz kerak. Bu misolda ishlanishi ABCda natural bo'lganligi sababli, demak, mana bu butun qismiga to'g'ri keladi. Mana bu ifodamiz esa kasr qismiga to'g'ri keladi. Chunki birni qandaydir bitta kattaroq songa bo'lganda kasrli son, ya'ni butun son chiqmaydi. Demak, bu misolda ishlanish usuli 163 taqsim 38 ni butun qismga ajratadigan bo'lsam 4,38 dan 11 ko'rinishda yozsam bo'ladi. Ya'ni bu degani 4 qo'shilgan 11 taqsim 38 ga teng. Bu ifoda ham bo'lsa teng bo'lyapti. A qo'shilgan 1 taqsim B qo'shilgan 1 taqsim C qo'shilgan 1 taqsim D ga teng bo'ladi. Demak, bu joyda e'tibor beradigan bo'lsak, butun qismiga, kasr qismi umumiy holatda kasr qismiga teng bo'lishi kerak. Undan xulosa qiladigan bo'lsam, A teng 4 ligi kelib chiqadi. Demak, A teng 4 kelib chiqdi. Endi qolgan kasr qismiga tenglab, ikkala tomonda ham surat mahrajini o'rnini almashtirib yozaman. Ya'ni 38 taqsim 11 narigi tomondagi kasr qismini o'rnini almashtirsam, B plus 1 taqsim C plus 1 taqsim D. Bu yog'ini yana xuddi o'sha holatda davom ettiraman. 38 11 ga bo'lganimda 3 butun 11 dan 5. Ya'ni bu degani 3 plus 11 dan 5 degani. Bu ham bo'lsa teng B qo'shilgan 1 taqsim C qo'shilgan 1 taqsim D ga. Bu joydan yana xulosa qiladigan bo'lsak, butun qismiga, kasr qismiga teng. Bu joydan B ni 3 ga tengligini bilib olsak bo'ladi. Demak, B teng 3 ligi bu joydan kelib chiqdi. Endi qolgani yana kasr qismiga tenglayotganda ikkala tomonni yana o'rnini almashtiraman. Ya'ni proporsiya xossasi ketdi. 11 taqsim 5 teng bo'ladi C plus 1 taqsim D ga. 11 ni 5 ga bo'lganimda 2 butun 5 dan 1 teng bo'ladi C plus 1 taqsim D ga. Bu joydan yana o'sha xossa butun qismiga, kasr qismiga teng bo'ladigan bo'lsa, C teng bo'ladi 2 ga, D teng bo'ladi 5 ga. Demak, shu tariqa barchasi topildi. A teng 4, B teng 3, C teng 2, D teng 5 ligi.